Wow, akalar uraveramizmi? Bundan oldin bitta sizlarga zo'r narsani ko'rsataman. Keyin buni xotirjam olamiz. Ketdik bo'lmasa. O'zi ham bu videoni olish uchun 2 soat kutdik-ku. Mehnatimizni bitta qadrlab qo'yasizlar. Qushga necha endi? Tegu shahridagi Kemyon universitetining oldidagi Alsayt restorani sotuvga qo'yildi. Akalar buni chiroyli qilib qo'ldan kelgancha sizlarga bitta obzorchani beraman. O'zingizlar bitga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Omma boru, mana shu yerda ancha odam ko'p ekan. Mana shu videoni olish uchun 2 soat kutdik akalar, odamlar chiqib ketish uchun. Atmosferaga bitta o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Bu yerga karslar, inglizlar, shunaqa odamlar ko'proq kirar ekan, pokistonliklar ham normallik kirdi. O'zimiz o'zbeklar kamroq kirar ekan. Shuning uchun buni marjasi ancha yaxshi ekan. Endi sizlarga buni necha pulligini to'liq qilib videoni oxirida aytib o'tib ketaman. Agar namoz vaqti kirib qoladigan bo'lsa, bemalol shu yerga kelib namozlarni ham o'qib olsanglar bo'laverar ekan. Ovqatlanib o'tirganinglarda namozlarni ham bir qator o'qib olib, bemalol yana ovqatlansanglar bo'laveradi. Bu qushlarga alohida borki, vahshe moshni qushlarni olib kelib qo'ygan, mana shu qushlargacha qoladi. Endi e'tibor berib qo'yinglar akalar. Tozalik birinchi o'rinda, обязательно dekoratsiyani vahshe yorib tashashibdi. Bariga keladigan bo'lsa akalar ko'rsanglar bo'ladi. Cho'tki holatda qilib qo'yishgan ekan. Betga sizlar xohlasanglar yo makaron shunga o'xshagan narsalar terib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Undan tashqari go'shtinglarni ham sotsanglar bo'ladi. Maytki go'shtlarni qo'yib qo'yib, chiroyli qilib sotsanglar bo'ladi. Xolodilniklari 3 tadan bor. Joylarimiz vahshe katta ekan. Endi bu tarafga o'tadigan bo'lsanglar, bu tarafda akamiz dush ham qilgan ekan. Dush va ayollarning hojatxonasi, erkaklarning hojatxonasi qilib chiroyli qilib qo'ygan. Dushlarga e'tibor berib qo'yasizlar. Faqat ishchilar kirsin deb yozib qo'yishgan. Endi bu yerda rakvinalarimiz, ichkari tarafda oshxonasi bilan sizlarga hozir xonasi ham bor ekan. Xo'p, kelganinglarda o'ng qo'l tarafdan podacha ovqatlar chiqarib beradi. Bu tarafimizga o'tadigan bo'lsak, xamirli ovqatlarni hammasini shu yerda yoysanglar bo'ladi. Somsa, non apparatlari hammasi bor ekan. Akalar bu yerda yoqib beradigan, qiyma qiladigan. Bu yerga kiradigan bo'lsanglar, bu yerda xona bor ekan. Bu yerda bir kishi yashaydigan chiroyli qilib xona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Dushlari hamma yo'q bilan bo'ladi. Endi bu orqa taraf sklad, bu tarafda ham bir ko'rib qo'ysanglar bo'laveradi. Liboy narsani qo'yib, chiroyli qilib ko'p narsalar sig'adi. Endi akalar asosiy joylarga kelyapmiz. Bu yerda moshni qilib podachalarni cho'tki qilib qo'yib beradigan joyi. Eng qizig'i mana tandirga nima deyapti? 120 ta somsa sig'ar ekan. Mana shu yerdan turib somsalar yopib, chiroyli qilib bu yerdan podachani uzatib beradi. Ovqatlarimiz qayerda tayyor bo'ladi deyapsizlar. Ovqatlar shu yerda bo'ladi. Yo aka hormay mana. Shashliklar pishyapti, bemalol kelaverasizlar. Ovqatlar moshni holatda o'rtada yayladi. Endi oshxonachilar juda yaxshi biladi, povurlar qayerdan nima qilib ishlatishdi. Akamiz qulay bo'lsin deb shu narsalarni qilib qo'ygan ekan. Povur akamiz ancha qiynalmasdan ishlashligi uchun bu yerda nonlar, xolodilniklar hammasi qoladi akalar. Bemalol telefon qilaverasizlar, pastda men nomerlarni qoldirib qo'yaman. Bu yerda tug'ilgan kun, shunga o'xshagan o'tirishlar ham ancha zo'r o'tkazilar ekan. Akalar bitta o'zingizlar atmosferaga baho berib qo'yasizlar. Mana, wow, prosta bomba holatda. Nalerga kirib, Al-Said deb yozadigan bo'lsanglar, chiqib keladi har xil koreyslarni kommentlari. Vobshe moshni o'zim ham qoyil qoldim lekinchi. Asosiy klientlar chet elliklar tashkil qilganligi uchun akalar ovqatning narxi umuman ahamiyati yo'q ekan. Yaxshigina narxda sotsanglar bo'ladi. Faqatgina sizlar ovqatning mazasi bilan podachasiga e'tibor berib qo'yasizlar. Xudo xolasa marjini zo'r qolar ekan. Bunga o'zim ham 2 soat o'tirib amin bo'ldim. Akalar bir kelib ko'ringlar, o'zingizlar guvohi bo'linglar, keyin olinglar. Muhim joyga yetib keldik. Akalar lokatsiyasi puli. Endi lokatsiyasini aytadigan bo'lsak, Arqamda 100 metr yuradigan bo'lsanglar, Kemyon universitetining darvozasiga boshinglar bilan urasizlar ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, 30 million pochikomi bor, 30 million so'rayapti yana. O'sha 60 millionga sizlarga dokumentlari bilan o'tkazib berar ekan. Dokumenti o'zining nomida hech qanaqa muammosi bo'lmaydi deyapti. Inshaalloh vashsiz zo'r joyda ekan. Endi qancha savdo bo'ladi deyapsizlarmi? 20 milliondan 25 milliongacha savdo bo'lyapti ekan. Marjini ancha zo'r ekan. Aka bilan bir 2 soatcha gaplashib o'tirdik. Hammasini podrobniy, ochiq-oydin gaplashdik. Moshni holatda o'rtacha 7-8 million qoladi deyapti. Endi bu yerda akalar o'zbeklar uncha ko'p kirmas ekan. Asosiysi chet elliklar bir 50-60% tashkil qilganligi uchun marjini ancha zo'r ekan. Bitta olib ishlataman degan biznesmen akalarimiz bo'lsa yoki bo'lmasa oshpaz akalarimiz, povur akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Ma'lumotlarini opisiyaga yozib qo'yaman yoki bo'lmasa mana shu yerda ekranda nomerlar chiqib keladi. Telefon qilib gaplashib bemalol kelib ishlatsanglar bo'ladi. Nimaga bu oshxonani sotyapti degan yana bitta savollarga akamiz shu oldidan ofis olibdi. Bemalol shu ofisga kirib gaplashsanglar ham bo'ladi. Undan tashqari ishlar ko'p bo'lganligi uchun ofisdan ajrab bu yerga vaqt ajrata olmayapti ekan. Shuning uchun sotyapti ekan. Endi akalar bu yerdagi har xil setlarni, podachalarni hammasini aka o'zim apidok xudo xolasa yordam berib o'rgataman deyapti. Shuning uchun ofisi ham shu yerda hali. Sizlarga sotdi bo'ldi, ketdi emas. Cho'tki qilib qanaqa bo'ladi, qanday qilsa bu chet elliklarga, qanday qilsa pokistonliklarga bu ovqat yoqadi. Hammasini sizlarga qo'lidan kelgancha yordam berib o'rgatib qo'yib, keyin chiqib ketaman deyapti. Ofis ham yaqinda. Bemalol xotirjam bo'lib, bog'lanib, kelib gaplashib olsanglar bo'laveradi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, Koreyadagilar tashlab qo'yishni esdan chiqarmanglar. Manfaatli bo'layotgan bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Omma boru, aksiyalar ham cho'tki, 2-etajda, vashli mo'shli joyda.